Ustalar, ro'zamizlar abid qilasizlarmi? Azamat nima dedi u odam? Abed qilasizlarmi deyaptilar. Yo'q, amaki bizlar ro'za. Onangni emagur, san ro'za. Men ro'za emas-ku men. Bu issiqqa qani ro'za bo'lib ishlay olamanmi men? Ayt abed tayyorlasin. Amaki abed tayyorlaring, ro'za emas ekan bizni. Shu Azamat Bolgariyaga ko'p bolgarskiy yeyladimi, ha? Bilmayman. Shuni bilamanki, Bolgariyaga hamma bir xil ishlaydi, usta bu. Tövbe qilmay. Usta bu, uxlayapsizmi? Qo'ymaganda bu odam. Yo'q, shashka o'ynayapman boyadan. Ko'zimni yumib, hozir 2 yil. Ana yerda shogirdingiz kuchukda ishlayotibdi. Siz mana bu yerda molda yotibsiz. Qancha odamsiz? So'kmay gapiring, Alik tog'a. O'zingiz o'ylab ko'ring. Ro'za oyiga qanday ishlab bo'ladi? Bu issiq havoga. Ro'za bo'lsa ham siz ro'za emassiz-ku. Abid atdingiz-ku. Men ishlamasam ham shogird Azamat ishlayapti-ku. Usta bu, shu bir hech zamonda birov uyga ishlasha borib, kuchukda tayoq yeb uyingizga gidamsiz. Yo'q, lekin bunaqasi bo'lmagan. Azamat ko'p shalloq yeydi-yu, lekin men urdirib qo'ymayman-ku. Ana shu kun bugun-ov. Qani, naqa qarangchi. Nima bugun? Nima qilmoqchisiz? Hozir meni urmoqchimisiz? Nima qilay, ishlamayapsiz, boyadan beri yotibsiz. Alik tog'a, sizni qo'lingizdan kelmaydi ustalarni urish. Qarang, yuzingizdan nur yo'g'ilib turibdi. Ko'zingizga mehribon tog'a. Seriyozdan aytaman. Otamdan keyin sizni hurmat qilaman, birat. Azamatjon kuni bo'yi sizga bepul besplatni ishlaydi. Besplatni. Ha, lekin men ketmasam bo'lmaydi. Sog'lik, salomatlik, tuman, boylik. Agar ishqim murad etsang qaylarga qochay Laylo